Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi Moskvadan O'zbekistonga chiqib keta turgan avtobusimiz posадка bo'lyapti. Ko'rib turganlaringdek yo'lovchilarimiz kelib joylashyapti. Biz reyslarimiz Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga har kuniga shunaqa komfortli luks avtobuslar qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Qisqachagina ichilarini obzor qilib beramiz. Har bir odam boshiga mana shunaqangi sumkalardan ikkitadan bepul bo'ladi. Dokumentida kamchilik bor ukalarimizni ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Avtobusimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar yaratilgan, sidinalari keng, pokiza, luks salon avtobuslaringizlar. Yo'lovchilarimiz joylashib o'tirishibdi. Transportimizning ichida har bir sidina orqasida alohida zaryadli podnos. Yaxshi ketyapsizlarmi aka? Cho'tkimi? Yaxshi qisilib olmadingizmi o'tirganingizda? Yaxshimi aka? Yaxshi yetib olinglar. Sidinalar oralari keng. Rushnalar qo'yiladigan joylar, monitor, zaryadli hamma narsasi bor. Konditsionerlar ham ishlaydi. Shoshiling nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Podpiska bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan reyslarni doimiy qo'yib boramiz azizlar. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar.